Hurmatli guruhimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilarimiz, mana oxirgi manzilga ham yetib keldik. Namangan viloyati, Namangan shahridamiz. Mana bu bolajonlarimiz kim ona qizim? Bu onaxonimiz kim deb o'tiribsizlar? Mana uylanib, qayerga bordi bular deb. Biz mana shu Quyliqdagi batalyonimizda xizmat qilgan ofitser ukamiz bordi. Ko'pchilik taniydi. Ilhomjon. Ilhomjonni mana farzandlarini yo'qlab, bir ota-onalarning duolarini olaylik, ojon, otalar deb keldik. Azizlarim, mana shu ulug' ro'za Ramazon ayyomlarida ota mana bu Baxtiyor akamiz degan bir yaxshi inson borlar. O'sha kishi mana bolajonlarga deb oziq-ovqat mahsulotlar berib yubordilar. Xudo xolasa ro'za tugagancha yetadi ota. Keyin Oybek hoji akamiz borlar. Bering, mana o'quv qurolni ismini ayting. Ismini o'qing birinchi. Latif Jonova, Xushnavoxon ekan. Bering mana qiz. Bu sizga ekan, qizim. Rahmat. Maktabda yaxshi o'qing, ha? Rahmat. Latif Jonov Firdavsligidan. Yaxshi o'qinglar. Shuning ota mana ko'pchilik kuzatib o'tiribdi, bizni kengashimiz ham borlar, mana butun jamoamiz qo'llab-quvvatlab shu Ilhomjon ukamizni ruhini shod qilaylik. Birinchi navbatda Xudo roziligi uchun deb ukamiz doimo bizni qalbimizda o'chmas mangu bo'lib yashaydi ota. Mana shu farzandlarimiz ham, mana bolajonlarimiz ham o'zimizni bolajonlarimizdek bo'ladi. Xudo xolasa bularni yaxshi o'qishlarga o'qitamiz ona. Shu uchun xafa bo'lmaysizlar, ozgina kuttirdik sizlarni. Hech qaysi bir farzand orqali sinamasin ota-onani. Ota, keling Anvarjon aka. Baxtiyor akamiz keyin bering. Mana bu o'qishlariga deb berib yubordilar. Mana shularni fikrlariga deb men bolajonlarimizni Bodirjon borlar, ichki ishlar militsiyaga ishlaydilar. O'shalar mana shu farzandlarimizni shu o'qishlariga deb ma'lum bir mablag' ham berib yubordilar. Xudo xolasa umri qisqa ekan ukamizni. Shu chog'da hech qachon bir muammo bo'lsa, men nomerni berib ketaman, to'g'ridan to'g'ri chiqasizlar o'zingiz. Ular o'qishlariga ham yordam qilamiz ona. Gapingiz yo'qmi ona? Xursand qildikmi ozgina bo'lsa ham? Sizlarni Ilohi amin. duo qiling. Umrlarga, rizqlarga, hayotinglarga Allohim baraka bersin. Allohim qalbinglarga mustahkam iymon, Amin. tananglarga mustahkam sog'lik, qilayotgan amallaringizlarni chiroyli bo'lishiga Allohdan so'rab qolaman. Allohim ikki dunyo saodatini berib, ikki dunyoda ham yuzinglarni yorib qilsin. Hammamizni qilayotgan amallarimiz chiroyli bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Allohim shunchalik sevsinki, ilk so'zi bandan sendan roziman desin. Dilagan iforimiz jannatlik, suyangan diyorimiz Ka'baniki bo'lsin. Atrofimizda Alloh sevuvchi bandalar ila to'la, yurakdan chiqayotgan barcha duolarimiz Allohim o'zi ijobat qilsin. Boshimizdan oyog'imizgacha, yoshligimizdan bugunimizgacha qadar hayotimizdan mamotimizgacha qilgan barcha katta kichik gunohlarimizni o'zing kechir. O'zimizni hamda oilamizni barcha yomonliklardan asra. Tilimizni zikrdan, qalbimizni shukrdan, aqlimizni fikrdan ayirma Allohim. Allohim bu dunyoda ichgan suvimiz Zamzam bo'lsin, bu dunyoda Kavsar bo'lsin, bu dunyoda bosgan yerimiz Makka-yu Madina bo'lsin, bu dunyoda jannat firdavslardan bo'lsin. O'zing beradigan sinovlarga sabr bilan o'tishni nasib ayla. Darmonlikdan, qashshoqlikdan, manmanlikdan, ajratib qo'yuvchi qalblikdan o'zing asra. Orzu qilganimizdan yaxshiroqni, kutganimizdan afzalroqni, so'raganimizdan xayrliroqni bersin Allohim. Allohim hammamizni ko'nglimizdan, xotirjamlik, yuzimizdan tabassum, xonadonimizdan barakani, cho'ntagimizdan daromadni, qalbimizdan iymonni, tanamizdan sog'lik, yuragimizdan mehr, jigarimizdan oqibat qo'ymasin. O'tganlarimiz Xudo rahmat, qolganlarimiz salomat qilsin. Hamisha ishlaringlarga omad, cho'ntaginglarga daromad, qilayotgan ihsonlaringizga Alloh urg'ayamliklarni o'zi dargohida qabul qilsin. Amin, amin, ya rabbil alamin. Va ya xayrul musallim, rahmatga arhamar rohim. Duo qilib qo'ying. Amakilaringizni. Akalarimiz ishi. Amin. Dadam joylar jannatda bo'lsin, hamma joylar jannatda bo'lsin. Sizlarni pulingilardan ko'p bo'lsin. Hamma zo'r bo'lib, o'qishlarga kirib
Amin. Toptaringlar, Allah barakasini bersin. Sizlarimiz kızlarimiz. Xudo xohlasa.